kimdir aytishi mumkin. Ular juda tez qurayotgan ekan, tez qurish sifatiga salbiy ta'sir qilmaydimi? Yaklaşık 26 yıldır inşaat yapıyoruz. 2 yilga yaqin bu yerning dizayni nechta blok qo'ysak yaxshi bo'ladi. Bu loyihani kim chizadi? Sifatni qo'rqmasdan va'da bera olamiz deyishiga muhim omillar nima unda? Sport zalini qilishni o'ylayapmiz ayollar uchun. Shu farzandi bilan chiqib, farzandi o'ynab turar balki. Biz armatörü A500S işletemiz. Bugungi holatimiz qanaqa? Grafikni aytaymi yo'qmi sizlarga? Siz bo'g'ri. Inshaalloh 4 oyda Golden Lake loyihasi uzoq konseptual o'ylangan loyiha va bu loyiha 300 te pasteyn adam işleydi bugün. javob beraman, ko'p obyektlarda bu narsa yo'q. O'zi biz moda qildik buni. Bu yerda laboratoriyamiz bor. Hasan aka Center'ga maksimum 15 minutda borasiz. Bu bir kayfiyat emas mi? 70 ta kamera bor-da. 70 ta kamera var Bu sana. xavfsizlik nuqtai nazari. Xavfsizlik, sıfat, hamma nazarda. oldidagi shu vazifamizni bajarganimiz ham hali to'liq bo'lmasa ham, lekin asosiy bir beton ishlari tugatildi. Yer qimildasa, qaysi standartda ishlaymiz? Statik hisobotlari qanaqa bo'ladi? Shu bugungacha o'sha va'daga vafo degandek hammasi ketyapti. 7 oy avval keldingiz, hech narsa yo'q. Bugungi kunga qarasangiz Azizlar, assalomu alaykum. Brend bu ishonch deb ko'plab ko'rsatuvlarda biz ta'kidlaganmiz. Bugungi kunda har qanday soha vakillari borki, o'zi ishongan odamlarning oldi berdi his keladi. Ko'pchilik biladi, biz anchadan beri Golden Lake loyihasida ko'pchilikka bir ma'lumotlar, ko'pchilikka qilayotgan ishlari bir dalolat formatda ko'rsatuvlar oldik. Bugun shu loyihani yangi formatdagi jihatini ochamiz. Bugun men qahramonlarimiz Cheliker Holding loyihasining asoschisi va rahbari Emrahbey do'stimiz akamizni va Centers Development loyihasining rahbari ukamiz, jiyanimiz Muhammad Islomni qahramon sifatida suhbatimizga taklif qildik. Emrahbey aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana ko'rganimizdan xursandmiz. Inshaalloh. Muhammad Islom bilan ko'p ko'rsatuv qildik, lekin Emrahbey akami bugun ular aynan jamoalari, ularning mas'uliyatlari, ularning tajribalari, ularning bugungacha qilingan bugungi holati va ertagi rejalarni ko'rsatuv jarayonida ochishga harakat qilamiz. Bugungi holatimiz syomkani biz 2026-yil nechinchi aprel? 18-aprel tasvirga olyapmiz. Kelinglar bo'lmasa maket haqida jarayonimiz qanaqa bo'lyapti, keyin qurilishga o'tamiz. Emrahbey aka, bular endi hammasini qurilish jarayoni ketdi. Jamoadoshlar o'zligicha aytishadi. Bugun holatimiz qanaqa? Qaysi holat, qaysi stadiyada? Mana birinchi o'chirat, ikkinchi o'chirat, uchinchi o'chirat. Muhammad Islom, Emrahbey, sizlarga men so'z beraman. Agar ruxsat bersanglar, men ham Emrah aka bilan biz juda bir yaqin aka-uka bo'lib ketganmiz. Bu loyiha o'sha tashkil topishidan oldin biz bu inson bilan juda ko'plab qurilish bozoridagi muammolar, odamlarning ehtiyojini qondirish bo'yicha juda ko'p muloqot qilganmiz, to'g'rimi Emrah aka? Bu vaqtda ofisingiz ham Toshkent City hududida edi, esimda ancha bo'lib ketdi. Biz ko'rganimiz endi Hasan akajon shu bizani Centers Developmentda o'sha ko'p ta'kidlab aytamiz, qadriyatlar ustuvor va bizani bu inson bilan ko'p jihatlarimizni juda ham bir-birimizga mos, dunyoqarashimizga mos bo'lgan. Shu uchun men alohida shu videoni boshida ham aytmoqchiman, shu loyihani shu bugungi ko'rinishiga, qurilishidan tashqari konseptual loyihasida ham Emrah akani o'zini yonimda do'st bo'lib turib bergan juda ko'p maslahatlari, juda ko'p yechimlari bor. Chunki baribir biz O'zbekistonda yasharkanmiz, chet ellardan o'rganadigan innovatsion yechimlar, hali juda ko'p narsalar bor. Bu imенно qurilish yo'nalishiga qaraydigan bo'lsak, Turkiyada bunaqa 4 gektar, 5 gektarli va undan da menimcha Emrah aka hali bizga yana Turkiyadagi loyihalarni aytib beradilar. 10lab, 20lab gektarli juda ko'p hozir ommatan juda ham zo'r bo'layotgan loyihalar bu o'sha site shunaqa loyihalar va bu yerda ham shu yechimlarni qilishga biz harakat qilganmiz va o'ylaymanki mana bugungi kunda biz qurilishni ko'p gapiryapmiz. Loyiha jihatidan ham Emrah akani
va ularni atroflarida yurgan hozir odamlar ko'rish imkoni bor, ko'rish imkoni yo'q odamlar ko'p. Shuning uchun Emrah aka sizga rahmat deyman. Do'st bo'lib yonimda Rahmat. o'tirdingiz. Emrah akani taniganlar bor, tanimaganlar bor. Tanishtirib ketsak to'g'riroq bo'ladi. Bo'ladi. Kimlar bugun? Bugun Emrah aka qahramon sifatida ular bizlarga. O'zlari aytib beradi. Selamun Aleyküm. Emrah Çeliker. Türkiye'nin Çorum ilinde doğdum. Çeliker ailesine mensubum. Şahin Çeliker'in oğlu, en büyük oğluyum. Yaklaşık 26 yıldır inşaat yapıyoruz. 2016'da da inşaat yapıyorduk. 2014'te de inşaat yapıyorduk. 2008'de de inşaat yapıyorduk. 2004'te de inşaat yapıyorduk Hasan Ake. Bizim ailemiz 80 faizi Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da. Şimdi İstanbul'u Küprok bilgen için İstanbul'dan bir iki de mahalle açsak ama biledi. Kadıköy, Göztepe'de projelerimiz var. Antalya'da loykalarımız var. Biz özümüz 16 yıldır Sentral'in Asya'dayız. Türkistan, Özbekistan, Kazak, Tacikistan'da 16 yıldır şu coğrafyada faaliyet gösteremiz Hasan Aka. Endi Golden Lake loyihasini Çeliker Holding korxonasiga topshirilishi va uni qaysi salohiyati imkoniyatidan kelib chiqqan holda aynan bu ham bir o'ziga xos tenderlar jarayonida bugun biz yorug' yuz bilan topshirishimiz uchun Chelikerni tanlash jihatini ochib beraylik. Hop, bu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston bozorida tan olingan juda ham ko'p yaxshi qurilish kompaniyalari bor va bu narsani ko'p intervyularda siz bilan eslaganmiz. Lekin aksar qurilish kompaniyalarida bevosita rahbariyat sizni yoningizda turib, har bir bergan kichkinadan tortib katta savolingizgacha javob berishi va kontakt qilishi bora-bora qiyinlashayotganini ko'rdik. Masalan, Cheliker Holding bilan biz ishni boshlashimizdan oldin o'zi aslida biz ishni juda ko'pini qilib bo'ldik birgalikda. Keyin loyihani o'zi mana qurilishi bular bilan kelishganimizda ham shu aytganimdek qadriyatlarimiz juda ham bir-biriga mosligi, aka-ukachiligimiz, keyin shu avvalambor niyatimiz yaxshiligi, shu davlatda odamlarga faqat uy sotish emas, ularning yashash sharoitini yaxshilab, ular juda ham yuqori yashash sifatiga arziydigan bir yechimlarni berishni niyat qilgandik va bu niyatlarda Emrah aka ham har doim meni qo'llab-quvvatlab kelgan, yonimda turganlar. To'g'ri o'ylayapsan, odamlar buni vaqt soati keladi, 72%ga landshaft qilganmiz, infrastruktura qilganmiz, to'g'ri, pulda dom qurib, undan da ko'proq yechimlar qilsa bo'ladi, lekin bular ham shu Turkiyani ko'p misol qilaman, Turkiya baribir bizdan ancha oldinga ketgan. Bular ham yetardilarki, esingizda bo'lsa, o'shanda ham odamlar baribir biladi. To'g'ri. Birinchi sertiga biladi Hasan aka. Qiyos muqoyasa qiladi. Shu uchun bizani shu nima deydi, qadriyatlar to'g'ri kelgani uchun meni qarorim shu kompaniya bilan aka-ukachilikda shu loyihani birgalikda bular pudratchi tashkilot bo'lib boshlashga kelishdik va va'dalashdik. Xudoga shukr, mana bugun aytganingizdek bugungi sanagacha etilgan ishlar muvaffaqiyatli bajarildi. Investorlarimiz bir olgan investorlarimiz qayta yangi bloklarga pul tikayotganini o'zingiz ham guvohi bo'lasiz. Juda ham bir samimiy, ular ham xursand. Ayniqsa ko'p gapiraman, rozi bo'lasizlar. Bir narsadan juda xursand bo'laman. Investorlarimizni bir yaxshi bir qismi Toshkent yoki O'zbekistonda istiqomat qilmaydigan, hozirda o'sha safarda bo'lib turgan chet ellar, Amerika bo'lsin yoki Yužniy Koreya bo'lsin, har xil Yevropa davlatlarida bo'lib turgan insonlar qurilishi dinamikasidan juda ham roziligini va xursandligini ijtimoiy tarmoqlarni olib borayotgan yoki siz bilan qilinayotgan YouTube'dagi kontentlar ularga juda ham bir ishonch beryapti, juda yuqori baholashyapti. Kecha ham mana o'zingiz ko'rdingiz, Qirg'izistondan kelgan do'stlarimiz ham kelishdi, ular ham mana xarid qilishdi. Ular ham hozir odamlar qaror qabul qilishi oldingidek juda ham tez emas. Oldingidek kelib pul olib kelib berayotgani yo'q, uncha odam. Shu uchun ular ham mana qurilishimizni boshlanganidan beri aytilgan gaplarni hozirgi kundagi qilingan ishlar bilan solishtirib, yaxshiligini ko'rib, juda ham katta investitsiyalar kiritishyapti. Suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, biz hozir Parkovkaga bilan kiryapmiz. ikki zonani o'rtasidamiz. To'g'ri. Nima ham katta ekan hudud. Hasan aka, bir narsani shundan aytmoqchiman, yana tepada aytamiz. Sizga mashinada aytdim-ku,
Her bitta blokda o'zining kran ishlaydi. Mana 1, 2, 3, 4 ta kran. 5 ta bu yerda ham bor. Yehi, 5-si ham bor ekan. 6-si ham tayyor. Ha, Kutib turadi u yerda. sekin boshlayveradi. Va bu hammasi podval, bu garaj zona. Garaj zona. Bu uylantirdi ham parkovka bo'ladimi? Parkovka, butun hudud parkovka bo'ladi. Keyin boyagi kran temasiga Emrah aka bilan bizani o'zaro kelishuvgacha bo'lgan bir muloqot davomidagi bir hazilimiz bor edi. Emrah aka aytadilar, kimni krani zo'r qimillaydi, keyin ko'ramiz dedilar. Islom Bey o'zi ko'rib baho berdi. Ko'z temasini kranlarimizni zo'r qimirlayapti. Sifatni qo'rqmasdan va'da bera olamiz deyishiga muhim omillar nima unda? Tajribami, texnologiyami? Hasan abi birincisi bu global bozorda her bir devletin yer kımıldaganda bir kanun koydaları var. Talepnameleri var. Bunun için sıfatını korkmazdan zemini tekşirişten başlandı sıfat. Bu çıkan zeminge bundan keyinki devletin, her bir devletin ademli talepleri. Bu talepte cevap veredigen armatör, beton, keyin bir yana bir plusumuz var Hasan Aka, ben cevap veremem kup abeklerde bu narsa yok. O yüzden biz moda kıldık bunu. Bu yerde laboratuvarımız var. Bu kampanyanın nomu hem yazar o yerde. Devletin tasdikleyen lisansı bilen. Bu yerdeki her bir tesine özü cevap verdi. Ben cevap verdim. Keledi, oladı, armatörünü toktat dese toktatamız. Betonu toktat dese toktatamız. Kafeyle hamman arsanı bu abek bitkence laboratuvar bir yerde duracak sana. Bu juda muhim sifatga tasavvur. Yo, bu vaqtga ham ta'sir qiladi. Chunki bularning asosiy maqsadi shu yerda o'zida bir laboratoriya tashkil etishda asosiy maqsad ertaga bo'lib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish. Chunki betondan kubik, bir Rasul Kusherbayev bilan beton ko'rgazsam tavsiya qilaman. O'sha yerda ham masalan kubiklarni ko'rsatib, probasini press qilib, markalarni tekshirish odatda bu yoqdan olib qayerlargadir olib borish kerak. To'g'ri, bu qo'shimcha menimcha kichkina xarajat emas. To'g'rimi Emrah aka? Bu narsani ham katta bir xarajat Hasan aka. Ha, shu yerda ushlash, lekin bu muddatga yaxshi o'sib bera oladi. Yana ikkinchi xotirjamlik nimasi? Vovремя bu расходный materiallarga developer pul tikib turishi ham muhim. Masalan, kelmay qolsa ta'sir qiladimi? To'g'ri to'g'ri Hasan aka. Agar katta investor, birinchi investor, developer vaqtida pul vermasa Hasan aka, bu daraja ketmaydi. Emrah aka, haqiqatdan ham endi bu samimiyat bugungi kunda odamlar shu muloqot orqali sekin hali chitat между строк degan ruscha ibora bor. Qatorlar orasida odamlarni his qiladi. Shu kechagi boshlagan niyatimiz, aytilgan va'damiz, qilayotgan va'daga vafoyimiz, dinamikamizni ko'rib kuzatib, insonlar xotirjam qaror qabul qilgisi keladi. Bejiz bu narsani xotirjamlik maskani demadik. O'zlarining shaxsiy boshqa xotirjamlik omillaridan tashqari qurilish jarayonidan xotirjamligi, qurilish sifatidan xotirjamligi, qurilishi va'da bergan sroklaridan, muddatidan xotirjamligi haqida savollar ham bu jihatini bugun suhbatimiz jarayonida o'ziga xos sarhisob точка pointa deydi, точка отчета deydi. O'sha haqida bir nima qiladi. Bugun holatimiz qanaqa? İslam Bey bir narsa aytdi, esimden çıkmazdan bir sır vereyim. Mana ortaklarım var. Bu yerde katta turistik kampanyalarda işleydi. Şunlar Dubai'den investor kılmakçıydı. Lekin hiç kim bilmeydi. Fakat ben bilemem. Şu proyektten investor kıldılar aka. Qarang. Sizden bilmiyorsunuz, İslam Bey'in bilmiyor. İşonch bor. Çünkü projekte işanç var. Nima için? Bu projektin bir hikayesi var Hasan aka. Aytib bering. Bu Ağustos'ta başlagan bo'lsa, biz İslam Bey bilan aytdi, 2 yilga yaqin bunga suhbat qildik. Hasan aka, bu loyihani kim chizadi? Qaysi arxitektor chizadi? Bu arxitektor 2000'dan aşağı xonadan bo'lsa, shu tecrübege egami yo'qmi? Bunun çizgenlerini borib İslam Bey bilan bitta ko'rdik. Yashab chiqdik işte. Bu nechta arxitektörü biz sınavdan ötmegenleri var, rahmat degenlerimiz var. Biz o yerden başladık. Keyin bu yerdeki katta proyektlerden bir soruşturuk verdik. İslam Bey şunu kılsak buna kabul oladı, bunu kılsak buna kabul oladı. Çünkü bugün Dubai'deki kuruluşunu görəsiniz, Rusya'dakini görəsiniz, Kazakistan'da hem şuna kadar başlandı, Türkiye'de hem bu yerde hem bu başlandı. Fakat uy deyip, invest deyip kalmaydı Hasan aka. Loyihanın bir brendi boladı. Bu loyiha degenimiz yaşayan bir brend boladı Hasan aka. Şunun için biz işe başlardık, tezrok başlardık. Belki bugün bu biterdi. Lakin biz 1,5 yıl, 2 yıla yakın bu yerinin dizaynı, bu yerinin kaysı blok, neçte blok koysa yaxşı buladı.
biz xohlasak 10 ta blok, 11 ta qo'ysak bo'lardi. Ha, xohlasak. Blokları tekst qilsak bo'lardi. He. Lekin bu yerning bir hisoboti bor Hasan aka. Quyosh, shamol, Muhim. muhim manzara. Her bittasinin bir manzarası bo'lishini, her bitta ailenin yani A blokdan algan yaxshi, E blokdan algan yaxshi emas degan fikrni yo'q etishga harakat qildi Hasan aka. Her bittasinin bir Unikal. her bittasinin bir o'zining mos bir manzarasi bo'lsin Hasan aka. Biz bunu İslam Bey bilan hech kim bilmaydi, aytdik-ku. Choy ichib, birga 2-3 kecha suhbatlar qildik. F bloki bunaqa qo'ysak, noto'g'ri bo'ladimi? Keyin Hasan aka bu O'zbekistondagi eng katta bugünkü gündeki en katta aeroportun yanında. Minler investor bunu ko'radi. Samolyotda uchayotganda Samolyotda ham uçganda ko'radi, tushganda ko'radi Hasan aka. Bunun için biz bunga bir hikoya yazdık. Loyiha qilishdan, investorga bunu prezentasyon qilishdan avval biz bo'lmagan nimani qilsak yaxshi. Ana qarang. Bu yerden başladı çıkıp geldi. Keyin biz İslam Bey'e shunaqa qattiq qaror qildikki, bizim arxitektlarimiz oldin kamında 3 ta bunaqa loyiha qilish kerak. Borib ko'rdik, İslam ham ko'rdi, Turkiyada men ham borib ko'rdim. Bu yerda ham qilganlari bor, ko'rdik. Keyin bu yerning ichki elektrik, santexnik, lift, boshqalarini qilgan Adeli injenerlarni de tekshirib ko'rdik. Her bir renginin bitta hikoyasi var. Nega bu buna qarang bo'lish kerak. İslam Bey bunda juda yaxshi bir fikir berdi. İnsanlarga bozorda uy olgan, oxirgi 3 yilda kim uy olgan bo'lsa, birinchi savol berdi. Shu oxirgi 5 yilda uy oldingizmi? Uyingizda nimalar bo'lsa sizga yaxshi edi, nimalar sizga yoqadi hozirgi vaqtda. Bu renklerin hammasi bunlar bilan chiqib keldi Hasan aka. Suhbat jarayonida. Suhbat jarayonida chiqib keldi. Bunları biz hammasini analizlerini açotga berdik. Keyin loyihamizga boshladik. Bugungi holatimiz qanaqa? Bugünkü holatimiz juda ham yaxshi. İşimiz grafikda ketyapti. Yani grafikdan ham tezroq ketgan joyimiz var. Biz qurilishda Çeliker'in bir nimasi var Hasan aka. Kültürü var. Investorlar xohlagan vaqtında kelib obyekti ko'rishni xohlayman. Çünkü bir mashin bozordan yani bir mashin alsanız Hasan aka ko'rishingiz kerak, borishingiz kerak. Şimdi bu mashina emas, boshqa narsa emas Hasan aka. Bunu oladi investor 2 yil davomida kutadi. Xohlagan mening kültürümde xohlagan vaqtida kelib obyekti ko'rish lazım. Xotirjam bo'lsin. Xotir ailasiyle keladigan bir joy kerak. İslam hayotidagi choy bor. Choy hamma investorlarga bor. Hozir obyektga borib ko'rsak, syomkada hammasi ko'rinadi. Bemalol investorlar kelib obyektini, ishini, grafikini ko'rishi mumkin. A1 A2 tugadi. A1 A2 tugadi Hasan aka, Adelka, santexnik, elektrik, fasad jarayonida. Adelka'na da başladık. Duvarlar özü gezi yaptı. Beton işlerimiz A1, A2'de toluk tükedi Hasan aka. Beton işlerimiz to'liq bitti. Toluk tükedi. C blokka başladık Hasan aka. D blokka başladık. İnşallah grafikini aytayım mı yok mu İslam Bey? Evet, siz doğru. İnşallah 4 ayda C blok, D blok, B blok, E1, E2 beton işleri toluk biter Hasan aka. Hasan abi bu yerini özü tayyorla yapmış. Her bir 50-100 kvadrattan bir tekşiremiz. Açot çıkardı, keyin fundamente başladı. Ondan keyin birinci bir beton koyamız. Bu Özbekistan devleti bu kararga koydu, izolasyonu. Bu özür kararda çıktı, bu juda ham muhim. Biz teginde birinci beton koyganımızda sanaki armatörden, fundamentten evvel 2 sloy izolasyon bo'ladi. Çünkü bu teginden gelen nem, su, betonga, armatörge katta tesir qiladi. 70 yıl, 60 yıl sürok versek bunu 40 yılga, 30 yılga tushiradi. Demek bu izolatsiya juda muhim. Juda muhim. Mana men bu da endi hozir izolatsiya deb. Hasan abi, şu. Bu yerde fundament bo'lgan için izolasyasını bu yerde hem fundament var. Bu yerde hem bir etaj var. Lekin biz bu yerde hem alıp çıktık. Fakat tashqarasida fundamentin tegine emas. Blokların birleşken joyuna ham izolasyonni qildik Hasan aka. Endi mana professionallar tushunadi. Men tushunmayman. Shuni temirni bog'lamiga qarab, betonni markaziga qarab, sloyiga qarab zo'r yoki sifatli yo sifatsiz deb любой obyektga borsangiz bilasiz siz. Bemalol Hasan aka. Bularni odamlar nimadan biladi? Hozir nimasini tushunmagan odam tushunishi kerakki,
Buni zo'rligini mana shunga qarab xulosa qilsa bo'ladi. Hasan ben shunaqa tushuntireyim. Bu yerdeki işletken betonumuz. Mustafa nerede? Bir injinerimizi çağıramız. Biz bu yerde Hasan aka shunaqa tushundirsek to'g'ri bo'ladi. Biz armatörü A500S işletemiz. Betonu marka neçi işletemiz Mustafa? Marka 550 abi. Marka 550. Biz birinci etajga ham shuni ishlatamiz. Fundamentga bizga ruxsat bor, lekin unda ham ishlatmaymiz Hasan aka. Ruxsatnomamiz bor. Lekin A400S ishlatish ruxsatimiz bormi Mustafa? Lekin biz A500S ishlatamiz. Mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'lish uchun. Hasan aka biz bu laboratorni nima uchun qurdik? Bu parkı gelgen investor düşünse düşünmese bemalol qaysi blokning, qaysi etajning, qaysi tomonning sirasi отчети bor qo'limizda. Oladi, sirasi kelib tekshiradi. Ha, demak loyiha qanchalik zo'r bo'lmasa, masalliq ham muhim. Конечно. Va uni ijro qilayotgan mutaxassislar muhim. Qurilishda endi men ham bevosita shuni ichida yurganim uchun asosiy armatura bo'lsin yoki beton bo'lsin yoki mana shu izolyatsiya materiallari bu juda ham katta moliyaviy bosim beradi, qimmat narsalar. Chunki faqatgina izolyatsiyani o'zini ham turidan ko'ra narxidagi nima juda katta orasida. Har xil izolyatsiya bor. 5 milimlik bor. Shunaqa. Bunda ham katta ta'sir qiladi. Eng qizig'i bu narsalarni biza hozir imkonimiz bor ko'rishga, undan keyin уже bo'ldi, yopilib ketadi, yeri tegdi, qolib ketadi. Bilmaydi ham. Hech kim bilmaydi ham, ko'rmaydi. Uni bir xil quruvchilar hech kim bilmaydi nima qilasan deb ekalon qiladi. Bizga Allah nasip qilmasin Hasan aka. Bugunun ertagisi bor. Bir gap bir qisqacha aytaman, Istanbulga beraman gapni. Siz aytdingiz-ku, kelgan odam qanaqa biladi dedi. Shuni qaraganda bilasiz. Bu qanaqa hissiyat beradi siz o'zi? Siz qurilishdan tushunmasangiz qanaqa hissiyat beradi? Xursandman. Kolonların tekstliginden, betonun ko'ringan sifatinden qanaqa hissiyat beradi? Her bir de metrekarede işleyen adamdan. Buni zo'rligini bilish uchun zo'rmasini ko'ra bilish kerak, ha? Hasan abi bu yerga kelgan adam investorimiz shunaqa bizga ishonadiki, keladi, har bir kvadratda odam ishlaydi. Bu isbot qiladi. Ha, xulosa bu ham muhim, mana shu odamlarga qarab. Mana bir kvadratimiz ham kutmaydi odamni. Qurilishchi bugun quruvchilar ko'p. Sifatini belgilaydigan va sifatsiz, afsuski tajribasi kamlar bor, xohlagan bilan boshqa narsalarga xotirjam bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillardan nima Cheliker Holdingda borki, sizlar buni ham tanlayotganda inobatga oldinglar. Tajriba bor, mutaxassislar bormi? Yaxshi yomonligini boshida bilolmaysiz. Bu o'sha vaqt bilan odamlar sinaladi deyilganidek, biz mana ish boshlaganimizdan oldin tanish bo'lganimizdagi gaplar qanaqa bir chiroyli bo'lgan bo'lsa, shu bugungacha o'sha va'daga vafo degandek hammasi ketyapti. Biza tomonidan bo'lsin yoki Emrah akani tomonlaridan bo'lsin, bir muammo oramizda bo'lmagan, har doim yaxshi bir-birimizni tushunib, aka-uka bo'lib, yelkadosh bo'lib kelganmiz. Shuning uchun bu narsani juda ham muhim deb o'ylayman, chunki ko'p qurilish, Emrah akam ham aytadilar, ko'p qurilish obyektlarida xuddi bizadagi bir munosabatligi xiralik tushgan ko'p holatlarni guvohi bo'lganmiz. Bu o'zimizni katta qurilishlardan chetlab o'tib kichkina qurilishga qaytsak ham hovlida necha marta prorabini almashtirgan insonlarni bilamiz. Hovlisida necha marta malar ustalarini almashtirgan insonlarni bilamiz. Buni masshtabi juda kattaroq, buni moliyaviy yuki juda kattaroq. Shuning uchun bu yoqda faqat va faqat kommunikatsiya va boshida berilgan va'dani ikki tomon vafo qilib qilsagina ishlarimiz rejali ketadi va shu bugungacha mana shunaqa ketyapti. Hop, mana endi Xudo xohlasa biz sizlar bilan bu tomonga qarab kelyapmiz. Men bilishimcha ko'lni o'rnida o'tyapmiz. Ko'lni o'rnida o'tyapmiz. O'zbekistonda o'ziga xos bir hech kimda yo'q, analogi yo'q bo'lgan bir yechim bo'ldi. Shunaqa, bu boshida aytib o'tgandek, shu Emrah akalar bilan ish boshlashimizdan oldin konseptual loyihani ustida ishlayotganimizda ko'chani nomi Oltinko'l bu atrofda. Shuning uchun bir legendasini qilish uchun Oltinko'l. Nima bu? Oltinko'l ko'chani. Shu ko'l qilaylik degan taklif kelib tushgan. Shu taklif bo'yicha keyin biz ustida ishladik va bu loyihamizni o'zisi o'ziga yarasha odamlarni, yosh bolalarga juda katta bir qiziqish berdi. Mani aytdi deysiz, bu narsa o'zi bizda ko'p platformalarda ham, renderlarda ham, videolarda ham kuzatishyapti. Juda o'ziga xos bir ko'l bo'ladi. Buni men chet elda ko'rganman qanaqa qilinishini.
bu o'zgacha bir narsa chiqadi. Kechagina bitta do'stimiz aytdi, aka mana buni ko'rib yoki betonlarni ishlab turib yoki kranni ishlab turganiga qarab ham uncha odam havas qiladi, chunki uncha developer sifatida, quruvchi sifatida boya bir do'stlarimiz gaplashishdi-ku, shunga ham tur berish san'at, vaqtida resurs, vaqtida kislorod. Bu sotuv dinamikasi va o'sha developerning o'zini moliyaviy imkoniyatlari ham ta'sir qiladimi? Hasan abi, shunaqa bir narsa var. Bu Türkiye'de bilasiz katta yer kımıldama meseleler buldu. 97. yılda buldu. Bana yakın tarihte buldu. Bizde özür bitte seval var. Uy alganda qaysi mahallede kraskası qanaqa bo'ladi, içindeki mebilini qanaqa bo'ladi. Bundan tashqari shunaqa savollar var. Bu obyektga kim investor qiladi? Kim developer? Ertaga yarıda qaladimi, tugatadimi? Bunga kuchi bormi, yo'qmi? Bu savol Yevropada juda kuchli. Iste'molchiman, joy sotmaganman. Bu yerdan xotirjam bo'lishim uchun bularni bir-biridagi aqlliligi, bularni bir-biridagi samimiyati, talablarning javobi, mas'uliyati. Sizni bulardan xursand bo'lganingizni omillarni sanab bering, keyin bularga beraman bu savolni. Siz nimaga bulardan xursandsiz degan joyim. Men o'sha endi baribir hammada bir to'g'risini aytaman, gumon, skrytniy motiv degan narsa bo'ladi-da. Bizda mana shu Emrah aka bilan shu loyihani konsepsiyasida yordam berish taklifi o'zlaridan chiqqan. Men o'zim senga yordam beray, maslahatimni beray degan. Men aytgan, Emrah aka, men hijolat bo'laman ertaga sizni oldingizda. Ha, bo'lgan-ku Emrah aka, to'g'rimi? Nima degansiz o'shanda? Mana o'zingiz ayting. Zakaz berasan. Ikkita uchta variant bilan keldi Hasan aka. Burada biz aytdikki, mayli juda ham yaxshi, lekin bugungi kunda bozorni bilish kerak. Bu loyihalarning qo'lindagi super, lekin bozor o'zgaryapti. 2026. Biz ruxsat ber, o'zimiz ham qilamiz. Bu shunaqa aytdi. Ertaga tender boshqacha bo'lsa, ertaga boshqa. Islomjon, biz Allohga tavakkul qilamiz. Agar u yer bizga nasib bo'lsa, Allohga ishonamiz. Agar bizga nasib bo'lmasa, biz rozimiz. Bitta iltimos qildim Islom Beydan. Islom Bey, haqqoniyatli tender qil, bo'ldi. Hech narsa yo'q. Biz rozimiz. 100% rozimiz. Keyin Emrah aka tozalikni bilasiz, o'zingiz ham qurilishda juda o'zlari birinchi nimalariga qo'yganlar, xodimlariga ham har doim hamma joy pok toza bo'lsin, ozoda bo'lsin, bizani bu yuzimizda deydilar. Shuning uchun shunaqa bir misli ko'rinmagan kichik bir narsalar odamni hayotidagi o'zini pozitsiyasini aytib beradi-da. Bu tozalik deb bilaman-da. Gap isboti bilan mana shu dron operatoridan ham iltimos qilib qolardim. Tozalik deganda biz yuradigan marshrut emas. Binoning hududidan tashqari mana shu korobkada ko'rsangiz bo'ladi, har bir qavat menimcha o'zlarining uylaridek toza qilib qo'yishgan. Shunaqa. Ha, bemalol. Masalan, aytdim-ku boya, bir yaxshi odatda kelayotgan odamdan men uyalmay olib kelaman. Tozaligidan, shunaqa. Mana juda chiroyli, toza, biza chiqqan zinadan tashqari любой zinani qarasanglar bo'ladi. Bu har doim ishlayotgan joyingiz pokiza bo'lgani aytganlaridek odamni disiplinaga chaqiradi. Buni ham ushlab turish o'zi bir san'at. Lekin har doim shu narsani ushlab turib oxirgacha shunaqa olib boramiz, xudo xolisa. Inshaalloh. Bu juda chiroyli bo'ladi. Даже mana armaturalarni paparatga turishi ham bir san'atda, tepadan qarasangiz. Pastda ahamiyat berilmagan rakurslar mana tepadan ochilyapti-da. Hozir nechta odam ishlayapti eng moshli payt, polni moshli paytda? Bugungi kunda Hasan aka, общий adamdan tashqari 300 dan kam bu yerda ruxsat yo'q. 300 ta postoyan adam ishlaydi burada. Stabilni 300 ta. Stabilni 300 ta. Bu ham muhim. Ha, bu 300 ta deyotganlari bu bevosita qurilish maydonidagi insonlarni aytayotdilar. Undan tashqari o'sha Cheliker Holdingning o'zini punktlari bor, o'sha mana shu narsalarni ta'minlab beradigan snabjeniya bor. Kalite kachisi bor. Shunaqa, u xodimlar bilan hisoblasangiz undan ham ortib ketaveradi soni. 400 dan ziyod odam shu loyihaga ishlayapti. Lekin mana ham ajoyib narsaga, mana shu beton qo'yayotganga ham bitta kamera qaratinglar. Nasos ham bu nima? Mana shunaqa eng 16-etajga borganda mana shunaqa qo'yiladi beton. Bu adashmasam Emrah aka to'g'ri aytadilar, shu 5-etajgacha ishlatishadi. Undan keyin o'sha nasosni stansiya qurishadi. Binolarda bunaqa balandlikda beton quyish uchun постоянный
nasosni stansiya turadi, beton keladi, quyib, u beton nasos ham kattalashib ketaveradi etaj qavatiga. Buni o'sha monolitni derdimi, nima derdi buni oti? Monolit, Bu mustahkamlik beradi. Eng yaxshisi. Aslında bu Germanya sistemi, monolitli sistem. Bundan evvel de başka devletler, lekin Germanya şunu olup çıktı, panelli sistemi yok kıldı. Nima için yok kıldı Hasan aka? İnsan 5 yıldan 10 yıldan keyin remont o'zgartiradi, boshqa narsa o'zgartiradi. Bunun sroki uzoq. Keyin remonti ham bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Qo'lingizni bog'lab qo'yilmaydi. Sizlarni Centers Development jamoasi yoki loyihasi yoki uni rahbarlari balki mana Ibrohim bilan gaplashasiz, Muhammad Islom bilan gaplashasiz, boshqalar bular bilan ishlash jarayonidagi bularga ishlashdagi ma'qul yoki nomaqbul tomonlari ham ochiladi. Endi hamma narsa farishta emas-ku inson. Hasan aka, hammamizin plus minusi var, hammamizin kamchiligi var. Vaqti keladi, evlat insonning eng yaxshi ko'rgani, Alloh shunaqa bergan evlat. O bilan bila plus minus chiqadi. Bizga yoqqani eng to'g'risini aytayım. Sizlarning katta bir aile bo'lishungiz, sizlarning nima qilganini bilishingiz, bu bizga yoqdi Hasan aka. Islom Bey'in yoqqani İslam Bey nima qilishni biladi. Nima xohlaganini biladi. Ondan evvel maslahat qilmasdan sırası kelib, aka shuna qilaylik, aka unaqa bo'lmadi, ertaga bunaqa xarakteri yo'q. Bu menga yoqdi. Nima xohlaganini o'zi pishiradi, qaror qiladi, keyin bizga olib keladi, keyin u fikrini o'zgartirmaydi. Aytgan gapında turadi. 6 ay evvel ham shunaqa, 1 yil evvel ham shunaqa, 2 yil evvel ham. Bu işte xotirjamlik beradi. Bu bizning biznes Hasan aka qurilishda katta tez. Chunki qurilishda qisqa suroqda katta pul aylanadi. Fikrlar o'zgarsa, suroq o'zgaradi, pul o'zgaradi. Keyin ikkita biznesmenning o'rtasida sovuqlik kiradi Hasan aka. Islom Bey menga yoqqani, men javob beraman, inshaalloh Alloh biladi. Islom Bey katta biznesmen bo'lib ketadi. Inshaalloh O'zbekistonda katta biznesmen bo'ladi, O'zbekistonga katta foydalar tegadi. Inshaalloh shunaqa men umiddaman. Chunki nima qilishni mutaxassislar bilan o'ylaydi. Bir joyga olib keladi, achotdan keyin talabini aytadi. Keyin u talabi o'zgarmaydi Hasan aka. Shu xarakteri menga yoqdi. Bu jarayonlar parallel mana g'ishishlari urilib boryapti. To'g'ri Hasan aka. Demak bu yog'i ko'tarilib boryapti. Bu o'zini Bu yerda ham ish boshlanadi Hasan aka. Bu yerda ham sürprizimiz var. Beton işini bitişini kutmaymiz. Biz bu yerda İslam Bey bilan shunaqa bir reja düzdükki hiçbir program, sistem boshqasini kutmaydi. Paralelini ketadi. Bu beton işleri Y blokta, C blokta, D blokta, E1, E2 blokta 4. 5. etajdan keyin sırası Adelkan'a başlatamiz. Aslında mana samolyotning ovozi va biz Golden Lake loyihasining nechinchi 16 qavatmi? 16. etaj. 16 etaj tomi bu, asli tomida. Tamam. Bir başına 16 qavat bo'lsa, 16 qavat tomida biza. Biz bir paytlar mana shu boshlagan paytda Emir abiga aytdikki, bir aykini bitirgan kuni aytasiz, biz mana syomka qilamiz dedik. Haqiqatan ham bugun yorug' yuz bilan juda bir sifatli, juda bir yaxshi muddatlarda bu haqiqatan ham va'daga vos shu tomlarda syomka qilishi va biz bugun o'zimiz birinchi marta chiqdik. Aeroportda oldida samolyotlarning obzori bu zavqi boshqacha ekan. Boshqacha. Shabadasi, obzori juda zo'r. Endi bu o'zingiz zavqingiz qayerda bo'lyapti? Bu tomda o'tirgansiz, baribir mehnatsiz jamoangiz qildi-yu. Hasan aka, yelkangizdan bir yuk ketadi. Maza qilasiz? Maza qilasiz. Mehnatingiz bor. 6 ay evvel keldingiz, hech narsa yo'q bu yerda. 7 ay evvel keldingiz, hech narsa yo'q. Bugungi kunga qarasangiz, bergan va'dangiz, bajargan ishingiz bu bir rahat nefes olasiz. Zavq olasiz. Sanalar degan iboralar bor. Biz 26-yil 18-aprelda o'tiramiz. 1 yil oldin 18-aprelda holat qanaqa edi bu yoqda? Hech narsa yo'q edi, hali loyihalar rejalanyapti. Konseptual loyihamizdan landshaftiga murojaat qilib, nima qilamiz, daraxtlar qanaqa bo'ladi, kirish qatdan shu narsalarni gaplashib turdik. Qurilish ishlari endi shu avgust oyida boshlanganida shu birinchi qavatda A1 blokka 0 da turibmiz, o'sha yerda niyat qilib biza bilan. Ancha hozir shu holat bu yoqdagi F bloklarning holatiga o'xshagan joyda. Shunaqa joyda, shunaqa joyda. Hatto buzilmagandi hali. Shunaqarog'ida aprellarda shunaqa buzilish ishlari ketyapti, lekin
eng qizig'i mana shu narsani aytganingizdek nasib qildi. Shu narsani o'sha vaqtda biz ham Emrah aka bilan reja qilardik, tepaga chiqamiz, qilgan mehnatlarimizni ko'ramiz, birgalikda katta bir yo'l bosib o'tdik qisqa muddatda. Shundan mana xursandman, bir hissiyotlarim men ham tepaga chiqib, juda investorlar kanali uchun ham juda ko'p videolar oldim, ko'payib ketdi-da, o'sha hali anu juda maza qilyapman-da, keyin mana Shabada ertaga anu xotirjamlik maskani deymiz. Hozir bu yerdagi bo'layotgan ovozlar, tinchlik ham o'zgarish juda xotirjamlik beryapti-da menga. Investorlarning oldidagi shu A1 A2dan olganlarni oldidagi shu vazifamizni bajarganimiz ham hali to'liq bo'lmasa ham, lekin asosiy bir beton ishlari tugatildi. Ham Emrah aka aytgandek, yelkadan bir nima ketdi-da, bu juda bir xursandchilik men uchun. Qaysi materiallarni ishlatadi? A500S Hasan aka. Bu nima? A500S Armaturani. Armaturani o'zitmas, u biladi. Birkasi. O biladi. Pasporti Pasporti. biladi, pasporti biladi. Mutaxassislar biladi. Yaqinroq olib qo'ysangiz bo'ladi. U bizada shu nima Rossiya bilan Qozog'iston brendlari ishlatilyapti. Demak, ABM bilan ishlatyapti hozir. Hasan aka bunga boshqacha nima kerak? Siz tushundingiz. Pul berish kerak, duq bo'lish kerak. Tushundingiz Hasan aka. Bu sohada mana Adi Musuldan olgan narsamiz. Emrah aka aytmoqchi bo'lgan narsalari hozir baribir oxirigacha aytmadilar. Bu narsalarni pastavkasini qilish bu o'ziga xos bir oson ish emas-da. Bu juda katta mablag'ni muzlatib qo'yasiz. Zavodlar bilan ishlash uchun. Va pastda qachon qolsa ololmaysan. Va logistikasini ham o'z vaqtida qilish o'ziga yarasha bir san'at deb o'ylayman-da. Mana shu narsada bir narsani aytmoqchiman. Boya Emrah akam aytdilar-da. Bu loyihada bizda masalan shu 10 ta blokimiz bo'lsa, har biri o'zini xaridorini topyapti-da. Kim uchun nima muhimligiga qarab odamlarni Emrah aka uchun bu zo'r bo'lsa, ukalari uchun zo'r. Men uchun ham bu zo'r bo'lsa, boshqa odam uchun, do'stim uchun boshqa zo'r. Odamlarning o'zini talabidan, xohishidan kelib chiqib qo'yadi. Men deyman, detskiy plashatka yaqin bo'ladi. Bolalarim maza qiladi deyman, bir do'stim bor, u aytadi, bolalar vobshe baqir-chaqir bo'lib ketadi. Yorug'dan olish kerak, tinchroq uzoqroq keting. Lekin hamma kelgan uy olaman deb xohlagan inson o'ziga yechimni topmoqda. Orqada 2 aprel qoldi. O'tgan yilgi 1-aprel tochka счёта deymiz. Ikkinchi checkpoint bugungi aprel. Oldidagi yana 2 aprelimiz haqida gaplashaylik. Yanagi yil aprelda holat qanaqa bo'ladi? Developerimiz boshlasin. Hasan aka, men tasdiqlayman. Bo'ldi. Nimaga bular developer deb uradilar? Chunki aytganimdek qurilishdagi ko'p narsa pulga bog'liq, pul oqimiga bog'liq. Biz shu bugungacha qilgan bo'lsak, bir-birimizdan tushunib, bir katta yutuqlarga erishdik. Endi bergan savolingizga javob sifatida men ko'rayotganim Emrah aka tasdiqlasalar, endi buni A1 A2 ni dinamikasini ko'ryapsiz. Shu aprelda 18-2027-yilda o'sha bizada binomizning barcha bloklarini, korobka ishlari tugallangan, gazoblok ishlari tugallangan. Ko'proq biz o'sha pardozlash ishlari, fasad ishlarida bo'lishimizni ko'ryapman. Demak, endi men texnik injenerni tushuntirsam bo'ladi Hasan aka. Hasan aka, keyingi aprelda Alloh nasib qilsa beton ishlarini 95% bitiramiz. Beton ishlari kamdan kam qoladi. Lisensiyalar, boshqa tamlari qoladi. Beton ishlaridan keyin adelkani 70% ga boramiz. Alloh nasib qilsa. Bu adelka deganimiz nima Hasan aka? Duvar ishlari, lisensiyalardagi granitlar, lisensiyalardagi dizayn ishlari bunlar 70% dan oshadi. Elektrik, santexnik, fasad 50% ga boradi Hasan aka. Agar ozgina developerni qiynasak 50% dan oshishi mumkin. Demak, mana 50% ga keldik-ku. Demak, bizlarni mo'ljalimiz bo'yicha yana yil aprelda juda beton ishlari tugadi deyarli. Elektrika, fasad ishlari deyli 50% ga yaqin keldi va 27-yil yakuniy bosqich 4-kvartalda odamlarga gospryomkani reja qilyapmiz deyapmiz. Gospryomkada demak apreldan buyog'ida yana yarim yil rezerv ichida nima fazaga olib keladi? Odamlar qachon kalitni oladi va qachon gospryomka deganda qanaqa narsa bo'ladi? Yana developerimiz boshlasin Hasan aka, men tasdiqlayman. Keyingi yil men javobgar bo'laman. 2027-yil Emrah aka foizlarda aytganda Golden Lake loyiha katta, to'liq bir dinamikasini aytdilar.
lekin aprel holatida bizada katta ehtimol bilan A1 A2 bloklarimiz to'liq уже yakunlangan bo'ladi. Liftlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bemalol shu biz harakat qilyapmiz. Muddatidan oldin birinchi mana shu bitayotgan loyihalar xuddi mana misoli qurilishga qarasangiz A1 A2 уже to'liq bitkazildi. Уже gazoblok ishlari qolgan bloklarga qaraganda oldinda ketyapti va xuddi shunaqa keyingi injineriya ishlari bo'lsin, zinalardagi granit ishlari bo'lsin, romlar bo'lsin, oynalar bo'lsin, qolgan bloklardan oldinroq baribir boshlanadi. Shuni hisobiga ham biz va'damiz 2027-yilda oxiriga loyihani bitkazib investorlarimizga kalitlarni topshirish bo'lsa, qaysidir bloklarda A1 A2 misolida bu narsa vohliroq kuzatiladi deb o'ylayman. Bir narsani aytib o'tishim kerak, men ertaga bu loyihada o'zim ham yashayman. Emrah akani ham endi xudo xolisa uylari bor, tepada. Shahar qo'shilgan. Shu uchun Siz ham blokdasiz? Ha, blokdamiz. Men bitta narsadan xursand bo'laman. Atrofimizda o'zbekona o'sha hovlilar juda ko'p va o'sha hovlilarda istiqomat qilib turgan odamlarni o'zi loyihani dinamika, qurilish dinamikasini ko'rib, ozodalikni ko'rib, chunki atrof muhitda har xil ko'ramiz, mana odamlar norozi bo'lib chiqadi, ijtimoiy tarmoqlarda videolar qo'yadi, aziyat chekyapmiz, o'qiyapmiz deb bizada o'sha odamlarning o'zi uy sotyapti hozir. Farzandimga deyapti, kimdir o'zim yashashimga deyapti. Bu men uchun qanaqadir ich-ichimdan g'urur beradi-da, xursand bo'laman-da. Ana biz sizlar bilan hozir aprelni nechinchisi bugunchisi bo'lsa 18-da turibmiz. Jarayonni fiksatsiya qildik. Boya u yoqda ofisda edik. Sentyabrda bu yoqlar holati reja bo'yicha qanaqa? Mana shunga holatda bo'ladimi, xudo xolisa? Sentyabr oylarida xudo xolisa Developer ne derse şu Hasan aka? 4 oyda harakat qilib, shularni hammasini korobkasini ko'tarib, gazoblok ishlarini boshlayapmiz. Men nimaga bu gapni gapiryapman? Bugun biz siz bilan syomka qilayotgan paytda 18-aprel bo'lsa, 20 kundan keyin onlayn taqdimotimiz bor, o'ziga xos sarhisob. Bemalol. Bu odamlar bu yoqqa olib kelamiz, bu yoq bo'yicha nima rejalarimiz bor? Yana bir gazoblok bo'yicha aytgan narsangizga bir narsani aytib ketay. Investorlarga ham qiziq bo'ladi. Endi u yo'g'anlar masalan pulini to'lab u yo'g'an o'zingizdan bilasiz, ko'p nima bilan investorlar bilan bevosita muloqot qilgansiz. Yonma-yon 2-3 ta yo'g'an investorlarimiz juda ko'p. Yo yashash shu investitsiyaga. Hozir bizani sotuvchilarimiz bevosita ular bilan bog'lanib, telefon qilib, xonadoningizda gazoblok ishlarini boshladik. 2-3 ta uyga etudingiz, qo'shaman, ko'raman desa, voy o'zi olganimga 5 oy bo'ldi-ku, shoshirtirib qo'yapsizlar-ku, bu shunaqa gaplar. Juda xursand. Juda xursand. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadigan insonlar bor va yosh kattaroq yoki ba'zi bir sabablarga ko'ra qiziqmasdan bir investitsiya qildim, ko'nglim xotirjam, oxirida ko'ramiz deganlar bor. O'sha insonlar bilan gaplashib, biza qo'shimcha ma'lumot bersak, juda ham xursand bo'lishyapti. Shu narsaga, dinamikalar kanalda ham. Xususan shu mana A1 A2 blokimizda, chunki avgust oyida qurilish boshlanganini hisoblasangiz, juda bir katta vaqt o'tgani yo'q. Lekin investorlarni juda hissiyoti va yana yaxshi yangilik, bu yerda ham shu har bitta xonadon sotib olgan insonga gazoblok devorlarni urib olganimizdan keyin xonadonlarning videosini отчет sifatida taqdim qilishni reja qilganmiz. Unda bir yana men o'ylaymanki, odamlarni yangi bir xursandchiligiga sabab bo'lamiz. Juda katta bir sovg'a bo'ladi deb o'ylayman. Kalitlar topshirildi degan faza nima degani? Men iste'molchi kvartirani egasi sifatida qaysi holatda men dizayn ishlarini boshlashga tayyor bo'lasizlar? Qaysi holatda biz remont ishlarini boshlay olamiz va qaysi holatda biz ko'chishimiz imkoniga ega bo'ladi? Endi o'zimiz ham qurilishda juda ko'p xonadonlarni remont qilgan bo'lsak, juda ko'plab qurilish qilgan bo'lsak, odamlarni endi orzu qilib kutgan uyida baribir orzu havas qiladi. Kimdir remontdan oldin dizayn ishlarini qiladi, u ham o'ziga yarasha vaqt oladi. Bizani oldinroq topshirishimizdan asosiy maqsad shu investorlarni o'sha vaqtini tejash. Ularga shu imkonni berib, ularning xavfsizligi ta'minlangan holda bu yoqda o'sha remont boshlash yoki dizaynerlar bilan kirishga imkon bersak, biz qancha oldin 2027-yilda 4-kvartaldan oldin shu imkonni bersak, ularda qo'shimcha yana yutuq sifatida shu 2-3 oy dizayn ishlariga, qurilish ishlariga foyda bo'ladi. Nimaga qurilish ishlarini qilsa bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, bizda bu yoqda kommunikatsiyalar bilan bog'liq muammolarimiz yo'q. Suvimiz kelgan, gazimiz o'zi keldi, tortib kelindi. Ertaga bu yoqda qilganimizdan keyin bemalol qurilish ishlarini quruvchilar ham o'zini xonadonidagi shochikdan foydalanib, suv bo'lsin, boshqa bo'lsin qilib remont ishlarini boshlashga imkon bera olamiz.
deb o'ylayman. Bu ham bir bu nafaqat konkretni investor yoki yashovchi insonni, balki loyihani jozibadorligini oshiradi, chunki qaysi loyiha zo'r bo'ladi, qachonki shu yoqda odamlar tezroq ko'chib kelib, xonadonlarini remont qilib, farzandlari bilan, ota-onalari bilan yashashni boshlasa, qo'shni bo'lib, odam ko'pchilik bo'lib, yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Demak, mana qarang, Gospryomka yanagi 27-yil 4-kvartal oxiri. Ungacha remont qilish imkoniga ega bo'laman. Imkoniga ega bo'ladi. Gospryomka bo'lsa, yashash imkoniga ega bo'laman. Gospryomka nima degani bu? Yashashga ruxsat deganimi, xavfsiz hudud deganimi? Gospryomkaga topshirish uchun undan oldin o'tiladigan davlat tashkilotlari bor. Bu xususan SESdan o'tiladi. Binoni o'sha kanalizatsiya trubasi va mana shu loyihada kanalizatsiya trubalariga, gazga, kommunikatsiyalarga ulangani, ichkarida sanitariya narusheniyalari bo'lmagan holatda turbalar to'g'ri qilingan, hojatxonaniki bo'lsin, oshxonaniki bo'lsin, hamma narsa shaxtalarni tekshirib, ular zaklучениyani beradi. Ana undan keyin ikkinchi etap bu yong'in xavfsizligi bo'yicha. Loyihada yong'in chiqadigan holatlarda o'sha maxsus mashinalar kirishi, chiqish joylari bemalol bevosita tez yetib kelganida bemalol kira oladimi, to'g'ri qilinganmi, loyiha hujjatlarida belgilangan o'sha mezonlari buzilmaganmi, bemalol mashina qo'ya oladimi, bemalol kirganda to'siqlarsiz kira oladimi, shu hamma savollarga javob bergandan keyin va binomizda, loyihamizda har bir qavatda o'sha pojarni kranlar bo'lsin, koridorlarda joylashtirilgan o'sha dim datchiklari bo'lsin, tutunni datchiklari bo'lsin, hammasi bitganidan keyin ular ham o'zini xulosasini beradi va oxirida gazini kerib, shu ikkita xulosaga asosan loyihamizning hujjatlari, mana Emrah aka boya aytgan laboratoriyada kubiklarimizni ko'rib, hamma narsasini, jurnallarni topshirib, undan keyin etapma-etap Gospryomkadan o'tishni boshlaymiz. Gospryomkadan asosiy maqsad bu ham bir developer yoki quruvchi tashkilotga qiynash yoki azob berish emas, shu loyihada yashovchi, istiqomat qiluvchi insonlarning xavfsizligini to'liq ta'minlash va Gospryomkagacha bizaga даже mana developerga bo'lsin yoki Emrah akalarga, quruvchiga bo'lsin, ular qo'shimcha talablar qo'yadi. Qayerdadir отделкасы bitmagan narsalarni ular aytadi, mana buni bitirishinglar kerak yoki juda ko'p, mana bizada ikkita yana tashkilot bor, Gospryomkagacha invalidlar bo'yicha. Nimadir chegaralangan insonlarga mo'ljallanganmi? Ular ham masalan shu podyezdga kirib chiqishi tortib, shu loyihada bemalol harakatlana oladimi? Ular uchun maxsus bilasiz, zina emas, panduslar bo'lishi kerak. Shu narsalarni jamiyatlardan xulosasiz olganingizdan keyingina bo'ldi. Jamiyat uchun bu manfaatli obyekt, yaxshi obyekt, to'g'ri qurilgan, bir narusheniyalari, bir muammolari yo'q deb Gospryomka sizga zaklучение. Gospryomkaga asoslanib biz keyin investorlarimizdan suyunchi olib, buni kadastr organiga topshiramiz. Kadastr organi bo'lsa, xonadonlarning gazobloklarini, o'sha ichki tomonlarini, razmerlarini olib, biz sotganga asosan bizga kadastr hujjatini shakllantirish etapiga o'tadi. Ana undan keyin u kadastr har bir sotib olgan investorga akt qilib biz notarius orqali oformit qilib beramiz va tabriklaymiz keyin. Shunda ularga xususiy mulk bo'lib, o'sha ularning mulki bo'lib o'tadi. Endi mana hozir biz 8-may kuni shu joydan sotib olgan odamlar 1 yil bo'ldi sarhisob. Masalan, sotuv ofisini ochganimizga, bu loyihamizga start berganimizga 1 yil ichida odamlar xotirjam bo'lish uchun xonadon egalari, sohiblari, ota-onasi bilan, oilasi bilan, farzandlar kelish imkoniga. Bu yerda rejamiz nima bo'ladi? Xudo xohlasa showroom va ikkinchi etajda remont qilingan holatlar nima maqsadda qilinyapti? Biza o'zingiz aytganingizdek, baribir bu uy-joy masalasi, boya Emrah akam ham aytdilar, bu yoqda odamlar yashaydi, istiqomat qiladi. Siz biza erkaklar ko'pincha baribir ishlasak, uxlashga kelsak, bu yoqda farzandlarimizni, ayollarimizni umrini bir asosiy bir katta qismini shu yerda o'tkazadi va bu yerda istiqomat qiladigan insonlar bilan o'tkazadi. Shuning uchun shu odamlarga qo'shimcha bir imkon berish maqsadida ularda hammada ham Emrah aka ham aytdilar, bitta gap, ba'zi bir insonlar bor 20 yil uy olish uchun harakat qiladi. O'sha insonlarda baribir bir orzu havasi eshitgandan ko'ra, his qilib ko'rib, ko'zi bilan bolasi tug'ilishini poylagandek emotsiya bor, ha? Shuning uchun biz o'zimizga shu 6 ta xonadon, mana shu yerda niyat qiluvdik. 6 ta xonadonni hozir ta'mirlash ishlari olib borilyapti. 8-may onlayn webinarimizda bu masalalarga ham alohida to'xtaymiz. 6 xil uslubdagi, 6 xil unikal bir dizaynga ega bo'lgan xonadonlar to'liq ta'mirlanib, o'sha yerda odamlarga uyini qanaqa bo'lishini
faqat aytib bermaymiz, Siqilish imkonini. siqilishini va ko'rsatib ham beramiz. Shunda menimcha ko'plab o'ylanib turgan insonlar, bir qaror qabul qilishga qo'rqib turgan insonlar qo'shimcha bir qaror qabul qilishiga bus vazifasini bajaradigan bir yechim beramiz. Hattoki mana 2 xonali oluvdim, bemalol qo'rqib Shunaqa. chiqsam bo'ladi. Undan tashqari yana bir qo'shimcha olsam bo'ladi deganlarga javob topiladi. Undan tashqari yana bir yaxshi yengilligimiz, o'zingiz aytib o'tdingiz, bundan tashqari biza birinchi qavatimizda 1,5 ming kvadratli hozir mock-up showroom variantida quryapmiz. Bu yerda ishlatiladigan o'sha romlarimizni, ishlatiladigan oynalarimizni, qo'yiladigan eshiklar va barcha shu loyihaga bog'liqligi bor mahsulotlarni ham maksimal shaffof darajada odamlarga bildirib, ularni ham prezentatsiyasini qilib berishni reja qilganmiz. Bunaqa format hali bo'lmagan. Biz u kuni sotish haqida gaplashmaymiz. Biz u kuni loyihada ishlatiladigan mahsulotlar, loyihani ustuvor tomonlari, landshaft dizayni, o'shalar haqida gaplashamiz. Bu narsa bizani shu shaffof siyosatimiz va qilinadigan narsalarni bekitmasligimiz. Yaxshi bo'ladi demaymiz, nima bo'lishini aytamiz, odamlardan xotirjam qaror. Yaxshi yoki zo'rligi. Demak nima qiladi? Endi aniq shu paytgacha e'lon qilmovdik. Yaxshi xushxabar. Hattoki liftimizni brendini bugun bemalol e'lon qilsak bo'ladi. O'sha qaror qabul qilindi. U O'zbekiston bozoridagi sanoqli developerlar xonadonda ishlatadigan brendda to'xtadik. Qaysi brendda to'xtadik? Amerikani Otis brendida to'xtadik. Otis brendi faqat Centers Towers'da emas, nafaqat Centers Towers'da, Centers Development'ning Golden Lake'da hammasida birda-ya. Ha, hozir memorandumni ular bilan o'sha imzoladik. Bir ikkita do'stlarimiz aytdiki, Hasan aka, men bu yerda 70 kvadrat oldim. Hozir 60 chiqdi, 65 chiqdi, 70 chiqdi, 75 chiqdi. O'sha aktyoromka paytida davlat ruxsat bergan bilan men roziman yo men noroziman degan holatlar bo'lar ekan. Shunaqa holatlarning tajribalari bo'yicha aytinglar, xursand bo'lgan holatlarni ko'ramiz. Xafa bo'lgan holatlarni ko'ramiz. Afsuski atrofda ham bunaqa narsalar bor ekan. Aytdim-ku, bugungi kunda Yevropada nima bo'lsa, shu qonunlar hammasi O'zbekistonda bor. Lekin gapingizga qo'shilaman, men ko'p guvoh bo'laman, shahid bo'laman. 3 yilda bitiraman deyib, 4-yilda ham bitirmaganlar bor. Bu mesni investorlar ham bor, chet eldan kelgan investorlar ham bor, Hasan aka. Keyin sizning yana aytganingizga shunaqa narsalar borki, 80 kvadrat dogovor qilingan, lekin borib o'lsa 76 kvadrat. U mayli, bu chiqdi 4 kvadrat nima bo'ladi? Pulni berish kerakmi? Rozi bo'lish kerak, kelishish kerak Hasan aka. Investorni rozi qilish kerak. Buni u ba'zi gaplar borki, Hasan aka, biz eshityapmiz, o'zi xalqimiz buni kuzatganda hammasini ko'radi. Shunaqa deydigan odamlar bor. Xohlasan, birinchi bergan pulingni berishim mumkin. Bunga ehtiyot bo'lish kerak Hasan aka. Ha, bizda shartnomada nima ko'rsatilgan shunaqa holatda? Bizda masalan, 80 kvadrat o'rnida 85 bo'lib qolsa nima bo'ladi? 75 bo'lsa nima bo'lib qoladi? Bizani shartnomalarda ikki tomonni ham xavfsizligi o'ylangan holatda bu narsa bir normal holat hisoblanadi. Chunki katta, kichik, lekin siz aytayotgandagi kvadraturalar odatda juda katta raznica. Siz aytayotganingiz 4-5 kvadrat, lekin bizda ham shartnomada shuni ko'rsatganmizki, adashmadan 3% dan, to есть o'tsa investordan biz pul olamiz. Agar 3% dan kam bo'lsa, biz uni pulni qaytarib beramiz deganmiz. Va shuni aytib o'tishim mumkinki, men o'zim A1, A2 blokda, mana Emrah akalar o'sha gazoblok ishlarini boshlashganida xonadonlarni kontrolni, kadastr xodimlarini jalb qilgan holatda zamir qilganimizda faqat katta chiqyapti. Yaxshi klientga yaxshi. Klientga yaxshi va aksari 3% gacha katta. To есть qo'shimcha yana kvadratlarni dablata qilmaydi. Biz rozimiz. Biz juda bir xursand bo'lamiz. Insonlar olotganida deylik, xayolida 40 kvadratli uy ertaga 41 bo'lsin, 42 bo'lsin chiqsa, bizga pul to'lamasa ham biz xursand bo'lamiz. Kelishuvimizni nimasidan tashqariga chiqmaymiz. Shuning uchun bu narsa ham bir odamlarga zavq berib, ertaga xursand bo'lishsa, men ko'p xursand bo'laman. Lekin aksar siz aytayotgan muammolarni shaharda o'zimni kuzatuvlarim juda ham katta chiqyapti. Masalan, 61 kvadrat olgan joyingiz 67, 68 chiqyapti. Endi odamga ham oxirida shuncha pul to'lab bo'lgandan keyin qo'shimcha yana xarajat qilish sal og'rinadi. Kimdir xursand bo'lib qoladi, kimdir og'rinadi. Lekin bu narsani sotishni o'zida e'tiborliroq bo'lib, kvadraturalarni o'sha to'g'ri qilgan yaxshi. Endi bizada Emrah aka ham lekin meniki 5 kvadrat katta bo'lsa,
olgan paytimdagi narx bo'yicha doplata qilsam xursand bo'lib doplata qo'yaveraman. Bizada o'sha bo'yicha doplata qilasiz. yana mana olganimda 100 so'm edi, bitganda 120 so'm bo'ldi. Olgan paytimdagi 100 so'm. yana asosiysi so'mda. Masalan, O'shanga aytaman. bu muhim. Masalan, 30 oylik rassrochkamiz bo'lsin, boshqa bo'lsin, so'mda qotadi. Kursdagi bir odam mani ko'nglini xijil qiladigan omillar yo'q. Ta'sir qilmaydi aslida. Hozir mana biz sizlar bilan bu yerda turibmiz. Ammo hozir pasti qachonga bitadi, nol qachonga ko'tariladi? Buni rejasi eng oxirgi olib boriladi, qanaqa jarayonlar o'zi qoida bo'lsin? Hozir bu yoqda ahamiyat bersanglar, bizning yo'l qismimizni mana masjiddan kirib chiqilyapti. Texnikalar ham, nasoslar ham, armaturalar ham bu binolarning korobkasi to'liq bitganda oxirgi etapda qilinadigan ish hisoblanadi. Demak, hozir oxirida bu yo'l qoldiriladi. Lekin yo'l sifatida ishlamayotgan zonalar bor, ba'zi bir mana A1 A2 orasi bu yoqda уже Emrah akalar boshlab yuborishdi. O'zida ham oxirida edi, lekin boshlab yuborishibdi. Hozir ko'rsatamiz. Mana bu yerdan nimalar boshladi. Plashatkamiz boshladi. Mana shu yer tashqari bu aslida. Mana shu yer tashqari asosan aka. Mana shu yerda syomkalar ko'rsatsa. Azizlar, aprelni 18-yil muzlagandan alovi orasiga kelib olish yengilroq bo'lib qoldi. Juda zo'r. Anaqa muzlagan paytda kadr ham kech bilan o'tdi. Lekin bu pishguncha mana bu yerdagi obzorni ko'r maza qildi. Hasan aka qarang, birga qaraymiz. Shashlikga, kabobga mas'ullar, kabob harakatini qilaveringlar. Lekin mana buni qarasang, tutsi deydi-yu. Parki kattaligiga ahamiyat beringlar. Juda bir katta. Ha. Hasan aka, mana bu yerga ham dom qurilmaydi. Qarang. Bo'lmaydi. 50 yil aeroport ham bor. Ha, işte böyle. Bize bir aratırıyla yana bunaqa qilaman deb ketib qolishmasin. Yaxshi inson. Sırası jo'natdi. Ham zo'ra. Hasan aka qarang, park ham yopilmaydi, aeroport ham yopilmaydi. Bu boshqacha. Hasan aka, sentrga maksimum 15 minutda borasiz-da. Bu bir kayfiyat emasmi sana? 15 minut. 15 minut. Aeroportga 5 minut. Kimdir aytishi mumkin. Ular juda tez qurayotgan ekan, tez qurish sifatiga salbiy ta'sir qilmaydimi? Yo'q. Men aytdim-ku Hasan aka suhbatim boshida. Har bir davlatning yer qimildagan qoidasi, qonuni bor. Bu qonun bo'yicha davlatdan injenerlar, mutaxassislar har hafta keladi. Kerak bo'lsa har kuni keladi, bemalol ko'radi. Keyin bu yerda Hasan aka 70 ga yaqin kamera bor. Biz bu kamerani Gasenga beramiz. Urish bezimligi xohlasa oladi. Bemalol nazorat izlaydi. kuchaytirilgan hozir. Bemalol xohlasa izlaydi. Olmazorda 70 ta kamera bor-da. 70 ta kamera bor Bu Hasan aka. xavfsizlik nuqtai nazaridan. Xavfsizlik, sifat hamma nazarda. Shunaqa bir narsani ham aytish kerak bu yerda islomiy. Har bir davlatning har yil güncellagan nimasi bor. Yer qimildasa qaysi standartda ishlaymiz? Statik hisobotlari qanaqa bo'ladi? Biz bu sifatlarga javob beradigan darajada quryapmiz Hasan aka. Bu normal ahvol. Turkiyada ham, Yevropada ham 2 yilda bemalol uyini patkuluch beradi. Qozog'istonda ham bor, Rusiyada ham bor, Amerikada ham bor. 3 yildan oshiqlarda boshqa muammo bo'lishi mumkin. Lekin Hasan aka, biz 16 etajlini 6 oyda patkuluch bermaymiz. Bu bizga ham kerak emas narsa. Lekin bugungi kunda bizim qurganimiz davlatning bergan yer qimildagan qonunlarga, normlarga 100% to'g'ri keladigan darajada. Ajoyib. Chunki biz har bir etajning suroqi bor Hasan aka. Betonni qo'yamiz. Bu betonni 15-kundan keyin yetishga boshlasa bo'ladi. O'zining nimasi bo'yicha. Her bir ayda 2 etaj, 3 etaj qilsangiz apalovkasini yechmasdan bu mumkin Hasan aka. Demak, mana shu xotirjamlik bo'lish uchun ham bugun men o'zim o'ylaymanki, bu muloqotlar jamiyat uchun kerak. Kerak, juda kerak. Nima beradi bugun mana shu hattoki mana shu developerlar yo muloqot qiluvchilari plyusi iste'molchiga qanaqa xotirjamlik yo tavsiya Hasan beradi? aka bugundan agar video izlaganlardan keyin shunaqa his qiladiki, o'zingga 3 ta 4 ta qaror qo'yadi. 1. Bu joyni kim qiladi? Satib quradimi, qurib sotadimi degan savolni beradi. Birinchisi inshaalloh shu chog'da. Keyin bu yerni qaysi mutaxassis chizdi loyihani? Haqiqatan 23 yoshda, 24 yoshdagi bir universiteden chiqqan yosh bola chizdimi? Haqiqatan tecrübeye ega odam chizdimi? Komfortu bormi? Komfortu yo'qmi? 10 yildan keyin narxi pastga tushadimi? Tepaga chiqadimi? Bu ham muhim Hasan aka. Bu savolni beradi. Keyin Tushadigan holatlar ham ko'p. ko'p Hasan aka. 150 ming dollarga o'rtog'im uy oldi, bugun 100 ming dollarga bersa hech kim olmaydi Hasan aka. Bunaqa 5 ta 6 ta tizimni tizadi. Hujjatlari tayyormi? Men inshaalloh umid qilamanki, uy oladiganlar 6 ta savolni beradi. Kim quradi? Kuchi bormi, yo'qmi? Sotib quradimi, qurib sotadimi?
bu yerini kim çizdi? Qaysi qurilish kompaniyasi oldin bunaqa uylar qurdimi, Balensa qurdimi, Gasensa qurdimi? Yo'qsa faqat O'zbekistonda qurilish rivojlandi bo'lgani uchun qurilishchi bo'ldimi? Bu savolni beradi Hasan aka. U ham chatoq, ehtiyot U ham bo'lish. chatoq Hasan aka. Ishonch bo'lish. Keyin en oxiri shu savolni beradi. Davlat akademiya naukdan loyihangiz o'tdimi? Ekspertizga o'tdimi? U bitgandan keyin uni o'tadi, yo ish bitib. İş başlamazdan evvel Hasan aka. Biz loyihamizga boshladik-ku. Ana bizim satuvchimiz Said Bo'ri yaxshi biladi. Hamma klientlarga buni ko'rsatyapmiz, kelgan investorlarga. Mana akademiyani, mana ekspertiza, mana Gasen ruxsati. Men investorlarga shundan umid qilamanki, uyning fasadi qaysi kraskadan evvel siz bu yerda uy qurishga ruxsat oldingizmi yo'qmi buni so'radi. Akademiyani gösterin, ekspertizni gösterin, Gasenni gösterin, qurilish kompaniyasining reytingini gösterin. U ham muhim. Hasan aka, bu bugungi kunda davlat shunaqa tizim chizdiki, elektronik kirasiz, bu yerga qurgan kompaniyaning nechta xodimi bor, nechta obyomi bor, hammasini ko'rsatyapti. Ochiq reyting shaffof ko'ra olamiz. Bemalol Hasan aka. Biz emas, hamma ko'ra oladi. Hamma ko'radi. Men o'zim, do'stim, yaqinlarim, ko'p inson shu yerda turadi. Muloqotning davomida gaplashsam, shu insonlar shu lokatsiyani o'zgartirishni xohlamas ekanda. Nima xohlaydi? Ha, nima sizlarni aytsam, ko'plar misol qilib Furqat bog'ini aytadi-da. Furqat bog'ida hozirgi kunda unikal bo'lgan ko'p parklardan ustuvor tomoni bu park именно пеший park. Daraxtlar bor, toza havo bor. Shunaqa yurasiz, dam olasiz, mazani qilasiz. Havo bilan kislorod bilan. Ana shunchalik salqindan bexijolat qani. Bo'lmasa, nimada turibmiz? Bahorda turibmiz. Bahorda aprelni 8-da muzlagan Hasan akani ko'rganman deysiz. O'shanga yoqyapti Hasan akaga ham, penthouse-dan ham. O'sha mana Aslan mana nima o'zgarsa, nimaga o'zgardi desa, shunchalik darajada birovlarga samimiy tushuntirish, yetkazish maqsadida o'lim bo'lsa-da, bolalarim kichkina uy olgan bo'lsam-da, hozir Muhammad Islom bilan Imron akam bilan bizga ham bittadan penthouse bo'lsa, qo'yib boramiz. Yo'q demaymiz Hasan aka. Sifat nimasi nadzorlari qanaqa jarayonlar yo'lga qo'yilgan? Cheliker o'zini ichki nima deydi, tekshiruv nadzorlari bor. Keyin Centers Development Cheliker nadzor qiladi. Keyin sizlarning nadzoringlarni Gasen qiladi. Bundan tashqari yana 3-tashkilotlar bor. Biz ular bilan Golden Lake Development bilan ularning orasida tuzilgan dogovorimiz bor. Bular qilayotgan ishni ham tekshiramiz. Bu narsa Chelikerga ishonish, ishonmaslik bilan bog'liq emas. Bu qonunchilikda belgilangan talablar. Hasan aka, bu yerda yana ikkita sekretni joyi bor. Islom Bey aytmayapti, lekin men aytayim. Ayting. Hammalar bilsin. Islom Bey ikkita yana kompaniya qo'yadi bu yerga. Bittasi bu yerni ta'minlash uchun. Remont ishlari. Rejamizda bor. Tozalash, aqrana sistemi, security sistemi bu yerini beceradi Hasan aka. Podezlerin uborkasi, musurkanın atılışı, bu yerda minlardan aşık güller bo'ladi, daraxtlar bo'ladi. Basen ishlaydi Hasan aka, ko'l ishlaydi. Bu yerga Islom Bey adenli bir kampanya tuzadi. Постоянно bu yerga qaraydi. Chunki bu yerda 7000, 10000 inson yashashini plan qilamiz. İkinci kompaniyasi Islom Bey bu yerga o'zi bir makler sistemiga o'xshagan bir narsa qo'yadi. Bunu da şu sebepten qo'yadi. Ertaga srochno sotadigan ili bilmazdan sotadiganlar bu yerin nomini past qilmayish, narxini yerga vurmayish uchun bunu Islom Bey bilan biz Turkiyada, Istanbulda o'rganib qo'ydik. Bu juda moda bo'lgan Hasan aka. O'zlari qurgan odamlar kompaniya qo'yadi, garanti beradi, shu puldan olaman deydi. Chunki bu yerning narxi inson yashasa ham yashagan joyi past bo'lmasin. Hasan aka, narxi pastga ketmayib, как bugungi hammaning maqtan Mirabad Avangimiga o'xshagan narxi tepaga ketsin deb ikkita sistema kompaniya ochadi. Bittasi bu yerga polni qaraydi. Bu yerdagi suv, gaz, uborka, daraxtlaring, gullaring yashash uchun. İkinci kompaniyasi buradaki kvartiraların narxının pastga tushmayishi. Kerak bo'lganda o'zining kompaniyasi satın oladi. Ben mo'ljallagan narxından misol deyman Hasan aka, bu yer tugadi. Men ertaga 3 duyum var, bittasini satmoqchiman. Islom Bey aytadiki $2000 past bo'lmasa o'zim olaman. Bu kompaniya olib bunu beceradi Hasan aka. Chunki bu yerda 2000dan ziyod xonadon var. Aytgancha prodaятся, kim kimga bu brend bo'lmaydi. Biz shu daraja tizimda harakat qilyapmizki, bu yer
20 yil brend bo'lsin Hasan aka. 30 yil brend bo'lsin. Yanagi yil mana bu nima joylarimiz bu yerda Y3, Y3, Y4, F blok. F blok. Demak Y3 bilan Y4 hozir yo'q, sentyabrda boshlanadi. Yanagi yil mana shu paytda уже bu ham bitgan bo'ladi. Mana shu tomida. Hasan aka sentyabrda ko'rinadi. Ko'rinadi. Ko'rinadi sentyabrda, boshlanmaydi. Hurmatli Nima investorlarimiz degani boshlanadi, nima degani ko'rinadi? hozir boshladik. Qatlavandan, tayyorgarlikdan sentyabrda Alloh nasib qilsa Hali bolani tushirganda fundament birinchi etaj ko'rinishga boshlanadi. Yanagi yil mana shu paytda u ham buni ham tomiga chiqamiz. Hayot tarzining yangicha formati deyishyapti. Chunki haqiqatan ham hayot tarzining yangicha formati oldin uyda mehmon kutardik. Hozir uyda kutishga zallaga ehtiyoj yo'q, pastda sharing economy bor. Lokatsiyada mana bizning uyimizda hozir men eslasam oxirgi 2 yil ichida ota-onalar, ko'kalar oilaviy borib keldilar. Borolmayapmiz. Parkovka muammo. Demak, bu yerda mehmon chaqiraman desa ham bemalol xudo chaqiramansa mahalla guzari bor. Parkovka ham bu juda qulay. Bo'ladi. Bizda 1000 tadan ziyod parkovka bor. Undan tashqari binolarimizning pastki qismida bu mana Turkiyada Emrah akam ham aytib beradilar. Bir O'zbekistonda hali ommalashmagan bir yaxshi Turkiyada, Rossiyada, Moskva shahrida bir yaxshi narsa bor. Shina montaj qilganingizdan keyin baloningizni yechib qo'yasiz. O'zbekning narsasi ko'p, bilasiz. Biz juda bolajon biza. Sizda ham masalan domingizda bir chekkasida ana snowboardni ko'raman, veligi juda ko'p-da. Narsalar Turkiyada juda ommalashgan. Bizda mana odamlarda endi kirib kelyapti, pul ko'payyapti. Oldin yozgi balon, qishki balon desa nima kerak deganlar ham hozir oddiy mashina bo'lsin, yaxshi mashina bo'lsin, xotinidan yaxshi ko'rib, bunda sirpanib borib ursam, shu narsa bir $500, $1000 pulim ketgandan ko'ra balonimni almashtiray, qishki balon, yozgi balon qilib qilyapti. Mana o'zimizda ham, boshqalarda ham ko'ryapmiz. Даже nazorat ham qilyapti davlat tomonidan, ana yomon qorlar. O'shani olib kirib uyga qo'ya olmaydi-ku domda. Hasan aka qarang, mana shu to'g'rimizda yangi Toshkent turibdi. Mana uzoqda tramvay ko'rinyapti Hasan aka. Uzoqda Hasan aka. U yer yangi Toshkent. Bu yerdan qor yog'dinda bemalol biz aytdik-ku, Islom Bey bilan 1,5 yil shuni mo'ljalladik. Har bitta xonadonning manzarasi bor ekan. Birontasini yo'q etmaydi. Mana bemalol 3-5 etajdan tog'ani, qarni ko'rsa bo'ladi. Mana boya Emrah aka bilan past yurganimizda yana bir narsaga ahamiyat berdingiz, ana beton quyish ishlari. Mana D blokda уже bemalol ikkinchi qavatda beton ishlari ketyapti. Bu yerdan ham ko'rinar ekan, boyasiga o'taman. Ahamiyat bersanglar, har bir blokda odamlar bor, ishlayotgan. Hasan aka parkovkani so'rdingiz, landshaftni mana. Shu blokning bu tomonidagi havuzga, bassenga o'xshagan narsalarni ko'rdingizmi? Onlar bizim bog'imizning boshlang'ich noktasi Hasan aka. Voy. Duvarning boshlang'ich noktasi. Voy. Undan tashqari yana odamlarga aytaman, qurilish obyekti maydonida eng ko'rsatkich narsa bu mana shu narsa, sexlar. Mana производствоda ahamiyat bersanglar, bu yerda juda katta pul turibdi. Bu armaturalar hazırlagan pul emas. Hasan aka bu yerda hurmatli investorlar ko'radi. Sizning yaningizda ham bir rahmat aytaman İslam Bey'ga. İslam Bey teşekkür ederim. Katta rahmat sizga. 45 kun zapas bilan, 2 ay zapas bilan ishlaymiz. Hammasi. Metalda. Hammasi Hasan aka. Faqat u emas, hammasi. Oyligi ham vaqtida bo'ladi. Bemalol. Developerga rahmat. Keyin savdo bormi, savdo yo'qmi? Biz umuman qurilish suvatini bilmaymiz Hasan aka. Bu yaxshi omila, yaxshi. Juda ham yaxshi. Bu ay savdo bo'lmadi, bu ay Hasan aka bu motivatsiyonada katta ta'sir qiladi. O'tdagi katta 4 gektarni hisobidan 2000 ta xonadon bo'lgan narsani hisobidan boshqa жилой kompleksda bera olmaydigan qulayliklar ko'p bo'lyapti. Juda ko'p. Masshtabi hisobidan. Nima mahalla guzari beryapti, bog' beryapti. Boshqalar o'ziga fazolat qila olmaydi. Endi joy qilmaydi, bu har bir quruvchini o'zini ishi. Qila olmaydi deganingizga qo'shila olmayman, chunki xohlasa bu narsani inson qila oladi aslida. Nimadirdan voz kechish evaziga nimadirga erishsa bo'ladi. Qulaylik. Biz birinchi etajdagi kommersiy sotishimiz mumkin bo'lgan $2000, $2500 bir narsani, bir $500,000 narsadir, bilmayman hozir taxminan kechish evaziga nimadirga erishyapmiz mahalla guzari. Bu narsaga pul emas muhim omil. Qattiq qilsin. 2 xonali uy bor. Mani qo'shnim.
qo'shnilarda baribir ertaga nima deydi, yuzga tushadi, ko'zga tushadi. Qo'shni uyda to'y qilmoqchi. Bizada to'ylarni ixcham qilganimiz o'zida ham bilasiz, 15-20 ta mehmonimiz har doim bor. Har doim bor. O'zi ana bir tomonni o'zi 15-20 ta, ikkinchi tomon 15-20 ta, bir 40 ta odam to'yda bo'ladi-da baribir. O'shalarga sharoit qilib bermasak, u inson ertaga xonadoniga sig'dira olmasa, uni kayfiyatiga ta'sir qiladi. Kayfiyatiga ta'sir qilgandan keyin 3 ta qadam keyingi narsani ko'ryapti xotirjamligi. Ertaga Golden Lake loyihasi bu uzoq konseptual o'ylangan loyiha va bu loyiha bugun bilan o'ylangan loyiha emas. Bu loyiha bizdan keyingi farzandlarim bo'lsin, boshqalar bo'lsin, yashaganda ham hamma qulayliklarni inobatga olganmiz. Bu loyihamizdan keyingi shunga o'xshash loyihalarimiz faqat zo'rlashib boraveradi. Bizani bu loyihada ketayotgan, yonma-yon turgan investorlarimiz, hurmatli o'sha yashashni niyat qilgan insonlarimizni shunaqa maza qilganidan keyingi loyihalarimizda o'zi pulini ko'tarib olib keladi. Farzandlarim yashasin shu yerda, biza baraka topdik. Maqsadimiz shu, niyatimiz shu. Shuning uchun biz bu maqsad sari juda ko'p, o'zingiz ham bilasiz, yangi narsalar o'ylab topiryapmiz. Aytishga qo'rqmaymiz. Hozir mana yana bir yangiligimiz. Bu yoqda ayollarimizni ko'pligini inobatga olib, o'zimiz erkak sifatida ham ba'zi bir oilalarda farzand bilan bu yerda yashaganidan keyin ayol kishida shu hududdan chiqib ketish imkoni chegaralangan bo'lib qoladi. Farzandi bilan yoki eri ruxsat bermaydi kimlarnidir. Qo'y, men tinch bo'laman uyda. Jasmani katta qizim shunaqa. Masalan-da, endi o'shalarga ham biz hozir bir loyiha o'ylayapmiz, ayollarni o'sha sport zalini qilishga o'ylayapmiz. Ayollar uchun stretchingda, pilatesda, nimagaki, u boshqacha bo'ladi. Shu farzandi bilan chiqib, farzandi o'ynab turar balki, o'ylaymiz. Albatta bu loyihani jozibadorligini yanada oshiraveradi. Shuning uchun biz birinchi qavatlarimizni sotib o'rayotganimiz yo'q. Faqat ijara asosida bizneslarga taklif berib gaplashyapmiz. Endi mana ozmi ko'p masalalar bor. Vaqt cheklangan. Bugun boshqa savollardan tashqari muhim mana bu mana bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak degan qaysi mesajni men savol bermadim. Hasan aka, men o'zim o'qishim davom etadi. Bugungi bergan savolim herhalde 20 yılda almadım. Savollarning ko'pini berdingiz. Lekin bermagan men esimda hozir yo'q. Menimcha qolmadi. Yana bir Islombekga so'ramiz. Esimda qolsa aytaman. Menda savollar ko'p. Men prosta odatda oxirida 2 ovqat beraman, lekin 25 xil ovqatim bor degandek savollarim ko'p. Gap oxirida endi siz bilan Emrah aka bilan birinchi format bunaqa syomkamizda, lekin oldindan juda ko'p savollar berib kelgansiz. Men ham har doim to'g'ri javob berib kelganman. Mening fikrimcha ham qolmadi, lekin bir narsani gap oxirida aytmoqchi edim. Biz shu aytilgan narsalarimizni gap isboti bilan qilishda davom etyapmiz, davom ham etamiz. Biz to'xtab qolmaymiz. Bizani Cheliker Holding kompaniyasi Emrah aka bilan bo'lsin, yana kelajakda xalqimizga manfaat tegadigan kattadan katta loyihalarimizni rejalarimizda bor, lekin inshaalloh biza yorug' yuz bilan shu ikkita loyihamizni tugatib, egalariga topshirib, keyingi loyihalarni albatta birgalikda hali qilib odamlarga qo'ynidan joy topishi davom etamiz. Azizlar, biz bejiz bu mavzularni, bejiz bu muloqotlarni tashkil qilmaymiz, chunki xotirjam bo'ling. Biz sizni pulingizga, biz siz oldingizda bergan va'daga mas'uliyat bilan qilayotgan ishimizni ko'ring. Shu paytgacha ota-onasi yillar davomida farzandi mehnati bilan orttirib kelgan pulini xotirjam bo'lib, ota-onasi bilan birga kelganlarni ko'rdik. Mehnat qildi bolam 2 yil, 3 yil, 4 yil ish qilib yorug' yuz bilan topshirasizlarmi deyshadi. O'shaning uchun biz har doim bunaqa ko'rsatuvlar formatida muloqot qilib boramizki, birinchidan o'zimizga esdalik bo'ladi. Ikkinchidan brend bu ishonch deymiz. Yillar davomida insonlarni toma-toma ishonchini oqlash uchun bo'lgan harakatimizni ming imkoniyat bo'lsa-da, ming sharoit bo'lsa-da, lekin xotirjam bo'lib shu jarayonni kuzatishinglar uchun bugun ham yana bir marta oldin har xil formatdagi mehmonlar, qahramonlar bilan biz bugun asosiy ijrochilar bilan mana Cheliker Holding Turkiyaning nufuzli, salohiyatli, tajribali mutaxassislarning hammaligisini o'zining ichida jamlagan. 300 dan ziyod bir paytda o'zida insonlar ishlayotgan, ularni moliyaviy ta'minoti o'z paytida bo'lib kelgan va shu bilan bir qatorda qurilish tinimsiz parallel ketayotganini 100 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi degan formatda olib keldik. Bizga yurtda
tinchlik bo'lib, do'stlar, salomat bo'lsa ba'zi har doim aytamiz. Bugungi suhbatdan ko'nglingiz to'lmagan jihati nima bo'ldi? Yo'q, ko'nglim to'ldi Hasan aka. Muhammad Islom ko'ngil to'lmagan Yo'q, jihati. har doimgidek. Sizni bugungi suhbatdan nimadan ko'nglingiz to'ldi, nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Yaxshilikka sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Biz dalolat qildik. Siz ham balkim do'stlaringizga, yaqinlaringizga, jigarlaringizga Golden misolda bu narsani ko'rdim. Sen ham yaxshi insonlarga, siz ham yaxshi insonlarga qo'shni bo'ling deb bu videoni albatta yaqinlaringizga ulashing. Uy xarid qilmoqchi bo'lganlar, ishonchli developerlar safida joy olmoqchi bo'lganlar, balkim siz sababchi bo'lib, ular ham Golden Lake kabi yaxshi nufuzli, ishonchli developerlardan xonadon sohibi bo'lsa, siz ham bir insonning taqdiriga, yaxshiligiga sababchi bo'lasiz. Bizga ham sizga o'xshagan yaxshi insonlar qo'shni bo'lsa, faqat va faqat xursand bo'ling. Hasan aka, mana shu videoyingizni ko'rdim. Bugun qo'shni bo'ldim, bitta osh qilib berasiz desangiz, olgan kuningiz men osh qilib beraman. Ko'chib kirgan kuningiz siz osh qilib berishingizni Allohdan so'raymanki, yaxshi uylar qiling, yaxshi joylar qiling, yaxshi insonlarga qo'shni bo'ling. Farzandingiz ham, yaqinlaringiz ham yaxshi insonlar bilan hayoti yaxshi tomonga o'zgarishini duo qilib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hazır qildik. Rahmat Hasan aka, katta rahmat.